Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Jo'rayna sog'mi, salomatmisizlar qadrdonlar. Xudo xolsa bugun juma, hafta kuniga juma. 2026-yil 24-iyul sanasida syomka qilyapmiz qadrdonlar. Ancha vaqtdan beri syomka qilmagandik. Qadrdonlar. Astrolog Ruminskiy degan zotimiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p qadrdonlar, mana astrolog o'sha Ruminskiy degan zotlarimiz qadrdonlar. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, havo isib ketgani hisobiga mana bunaqa parralarimizni yoqib qo'ydik. Biz kechki salqin bo'lgani uchun mana tashqariga o'zi yaqin orada qo'yib yuboramiz, xudo xolasa. Xo'p qadrdonlar, astrolog Ruminskiy degan zotlarimiz o'sha 8 oylik bo'ldi. Bularning tuxumlariga ham zakaz olamiz. Hozir o'zimizga qo'ygandik probaga. O'sha foiz issiq bo'lganligi uchun hozir past bo'lyapti. Mana mekonlarimiz holatlari. Havo issiq, mana bunaqa o'sha biya superit beryapmiz suyuga. O'sha vitaminlar. Hop, bu tarafda qadrdonlar Andijon qoramiz bor. 4,5 oylik atrofida. Xirozmakiga aralash holatlari ko'rishingiz mumkin. Ichida mana bunaqa oq katta tovuqlarimiz ham bor, mana xirozlari. Ajragan mekonlar o'zi ajrada. Bular sotuvda, kimga qizig'i bo'lsa, yaqin bir 20 kunlarda 20 kun, 1 oylarda tuxumi kirib qoladi. Qolaydi. Mana xirozani holatlari. Yopaver ichiga. Mana xirozani holatlari. O'zi qichqirib turgan xiroza ham. O'z tulovda. Endi sifat kirib mes olyapti. Hozirgi holatda 1 kg 8 atrofida xirozlari. Mana xirozani holatini, mana shu xiroza ham ishlayotgan. Xo'p, mekonlarning holatlari. Mekonlar deyarli o'z tovuq holatiga kelib qoldi. 90-100 ta atrofida. Bu yerda 90-100 ta atrofida. Yeb isheri, xudo xolis sog'lom. Yeb isheri sog'lom. Xirozlar ham ishlashni boshladi. Kimga qiziq bo'lsa, shular sotiladi. Manzilimiz o'sha Namangan shahar. Mana bunaqa o'sman qolgan yaxshiligi, rivojlanmaganlari ham bor ichida. O'sha katta-kattalarni o'sha 110 ming so'mdan qilib beramiz. Xirozmakka aralash. Kelishtirib, agar bir joyga bo'ladigan bo'lsa, hammasini bir joyga qilib beramiz. Yengilroq narxlarda qilib, dastlabkisi ichida qilib, vodiy atrofida bo'lsa, qilib beramiz mekonlarning holatlari. Endi havo salqin bo'ldi. Endi xudo xolasa tashqariga chiqazamiz. Tashqariga chiqazib, aylantirib, o'sha zagon holatda bir tomosha qilib syomka qildiraman. Xo'p, bir tarafda mana ventilyator, keyingi tarafda mana demoxot, ya'ni o'sha havo so'rib turadi tashqarida. U tarafda astrolog boqqan joyimizda hozir kunda endi Andijon qoralarimizni bir oyliklari bor hozir. Va taglarini somon tashaganimiz uchun bugun taglarini tozalab somon tashaganligimiz uchun ozgina changlari bor. Shuna gaplar qadrdonlar. Shular sotuvda 110 ming so'mdan qilib beramiz. Astrologlar sotuvda yo'q. Inkubator xizmatlarimiz ham bor. Namangan shahar bo'ylab kelib oshtirib ketsana bo'ladi. Inkubatsiyalarimiz, yangiliklarimiz bor. O'sha inkubatsiyani ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Mana astrologlarimiz o'sha germanskiy zot o'sha. Kim oldin ko'rgan bo'lsa, boqqanmiz o'sha
Hozirgi kunda bir 15 ta makiyon, bir 3 ta 4 ta xirozi bor. Mana bu joyda Andijon qoramizni, o'zimizni oldingi tovuqlarimizni bir oyliklari bor. Qadrdonlar. Ishtahalar vahshiy zo'r. Mah. Mana shu bir oyliga. Orada bitta Jeffs ham bor. Bu 2 oylik. Orasidagi Jeffs. Mana bu quru tovuq hozir. Tuxum qo'ydi befoyda, turib ketayotgan hisobiga o'zlashtirmayapmiz. Mana shular hammasi bir oylik bo'la sotuvda yo'q, o'zimizga zot uchun ushlab turamiz. Xo'p, qadrdonlar, Astrolop Ruminskiy degan zotimiz mana tuxumlari, kalibrlari mana inkivasiya qo'ysa bo'ladigan holatda. Biz endi qo'yganmiz, hali o'chib chiqmadi bizniki. Mana holatlar kalibrlari sotuvda mavjud. Bular narxini 10 ming so'mdan deyapmiz. O'chib chiqishga foiziga garantiya yo'q. Nimagaki? Issiqligi bo'lgan hisobiga hozir bizda urug'lanmagan foizi o'sha 70% ko'rsatyapti bizda hozir. O'shaning hisobiga biz 10 ming so'mdan deyamiz. O'chib chiqishi garantiya yo'q, lekin garantiya bera olmaymiz, sababi havo issiq hozir. Yana bir havo salqinlab sentyabr oyida keyin agar holatga qarab yana nima qilsa bo'ladi haligi. Narxlarni kelishtirib yana beramiz. Ob'yomga qarab endi bu yoq. Inkubatsiyalarimizni ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. O'sha tashqariga chiqazib bir aylantiramiz, o'sha holatini bir ko'rsatib o'tamiz. Qadrdonlar, jo'jalarimizni tashqariga chiqish jarayoni, kechki salqinda tashqariga chiqishadi-da bular. Tashqariga chiqib aylanib yurishadi. Holatlari. Tashqarida yurishgan holatlari. Deyarli mana tovuqlari ham o'zi tuxum qiladigan holatiga yetib qoldi-da, tovuqlar, tushgan tovuqlar seri rangdagi. Mana shunday qilib aylanib yurishadi. Kechki salqinda 90-100 ta atrofida bor xiroz makiyon aralash. 65-70% bu yerda makiyon hozir. Xirozidan yengillatganimiz sababi kim o'lib boqsa ham, masalan, urug'liqqa zotga bemalol boqsa bo'ladi. Andijon qora 4,5 oylik. Yaqin 20 kun yoki 15 kunlarda o'zi oldi tuxumi kiradi. Bu yerda hozir 2 dona katta makiyonimiz bor. O'sha kulrang. Yo'q, kulrang emas, oq bilan ola bilan, ya'ni olacha bilan ikkitasi o'sha katta tovuq, xolos qolganlar hammasi o'sha yoshi teng. Ishtahalar vahshiy zo'r. Mana shunaqa joy qilib bo'lsa bir aylanib maza qilib yuradi bular. Tashqarida ham Andijon qoramizni yaqin inkubasiyadan chiqqanlari bor. Ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Yangi partiyamiz bu 2 kunlik bular. 2 kun 3 kun atrofida orqamga ketdan ochgan bular. Mah. Ishtahalar vahshiy zo'r. Holatlari. Ha, bobro. Qadrdonlar. Ishtahalar vahshiy zo'r. Tuxum beryapmiz. Inkubasiyadan shu urug'lanmagan tuxumlarni olamiz-da, olib sirazi yangi qaynatib beramiz. Mazaqlab bo'lishadi mana. Yangi inkubasiyadan chiqqanini ko'ryapsizlar, o'zi laqilab yurishdi. Sababi bu 5 kunlik bo'lsa, bu 2 kunlik yoki kecha chiqqani ham bo'lishi mumkin. Mana bitta o'zimiz oq tovuqlarning tuxumidan ham mo'ljali chiqib qolgan. Oppoq rangdagisidan. Sarg'am turib yuribdi-yu. Bularni o'zimizni zot uchun boqyapmiz qadrdonlar.
Ular sotuvda mavjud emas. O'zi jak ko'p emas ushtugi. Ishtaqalari yaxshi, hozir mana ovqat kirib qoldi. 5 kun 4 kunlarda endi bular. Issiq bo'lgani hisobiga ko'p edi ushtugi sababi. Yaxshi inkubasiyadan ham zo'r aylanmagan hisobiga yoki qanaqadir havo issiqligiga ham deyarli patera bor-da men ichida. Bu ushtugi ko'p bo'lgan. Hovlimiz kichik. Fermerchamiz qadrdonlar. Shunday qilib o'qiyamiz. Biz inkubasiyamizni ham ko'rsatamiz qadrdonlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana podvalda o'sha 528 talik xazina, o'sha 3 ta 7 brend nomida o'sha 3 ta 7 xazina. O'zi miyalari. Tovuqqa qo'yib qo'yganmiz, mana haroratlari, o'zini nimalari, parametrlari. Astrolog hozirgi kunda endi bizda tuxum qilayotgan tovuqlardan astrolog bo'lganimiz uchun astrolog rumenskiy mana tuxumlardan qo'yganmiz, mana qadrdonlar. 4 kun oralatib qo'yamiz. 528 talik yangiliklarimizdan shundan hozir olganmiz. Narxlari 4 million 800 ming so'm bo'ldi, andijonlik. Maxsus akadan olganmiz. Hozir mana o'chib chiqish foizlari o'zi o'rtacha holatda hozir. Shashar zo'r. Shuna gaplar qadrdonlar. Kimga kim inkubator xizmatlari ham kerak bo'lsa, Namangan shahar bo'ylab qabul qilamiz va inkubator kimga kerak bo'lsa, inkubatorchi akamga ham nomerini qoldirib ketaman. Ekranga yozib o'sha adashmasam 2249 midi shunaqa qo'yib ketaman. Bemalol telefon qilsani bo'ladi. 0612 o'zim raqamim. Bemalol telefon qilib bog'lansani bo'ladi. Hammaga katta rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyadan yozib qo'ysani o'qiymiz albatta. Qanaqadir fikrlar bo'lsa, boshqa bo'lsa. Mehnat qadrlaysizlar qadrdonlar, men bilaman sizlarni. Qadrlashgan uchun rahmat. Omon bo'linglar.